pentoza xamirini pishirish uchun qaynab turgan suvga 1-2 qoshiq yog' va tuz solib, pentoza xamirini 3-5 minut qaynatib olamiz. Qizib turgan yog'da chesnoq va piyozni qovurib olamiz. Keyin mol go'shtini qiymasini solib, tuz, kashin churug'i va tomat solib, chiroyli qilib qovurib dimlab qo'yamiz. Xamirni kesib olamiz. Endi somacha qilib to'g'ralgan bodring, bolgarskiy peres, markavcha, 1 vog' kashnish, yarim vog' ukrop, 1 dona pomidor, chesnok, pishgan qiymamizni sovuramiz. Eng maza beradigan qaylasini tayyorlab olamiz. Chesnok, sarimdori, ko'k piyoz, shirin qizil paprika, kunjut, ustidan qizib turgan yog' quyib yuboramiz. Keyin soya, tuz, shakar, 1 osh qoshiq 70% uksus solib aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan qaylamizni sovuramiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Bay, buni hidlarini hozirgi issiq kunlarda zo'r ketadi-da. Bismillah. Voy, to'xtama.